Dasturimiz davom etadi. Bugungi kunda mamlakatimizda huquq-tartibot idoralari, shu bilan birga bojxona organlari tomonidan ham giyohvandlik vositalar va psixotrop moddalarning noqonuniy aylanmasiga qarshi keskin kurash olib borilmoqda. Xususan, Andijonda 740 gramm gashish giyohvandlik moddasini Do'stlik chegara bojxona posti orqali yurtimizga olib kirishga uringan shaxslar bojxona xodimlari tomonidan fosh etildi. Hozir shu haqda. Andijon viloyati bojxona boshqarmasi Do'stlik chegara bojxona postining kirish yo'nalishida harakatlanayotgan fuqaro shaxsiy ko'rikdan o'tkazilganida ichki kiyimiga sariq va yashil rangli rezina sharlar ichiga solib joylashtirilgan 2 bo'lak umumiy og'irligi 490 grammdan ortiq bo'lgan gashish giyohvandlik moddasi borligi aniqlandi. 259 gramm. Bojxona boshqarmasining tezkor tuzilmalari, Davlat xavfsizlik xizmati va ichki ishlar organlari xodimlari bilan hamkorlikda tezkor tadbir amalga oshirilib, ushbu shaxsning sherigi ham tegishli tartibda tekshiruvdan o'tkazilganida esa unda ham xuddi shunday tartibda yashirilgan 1 bo'lak 250 gramm og'irlikdagi gashish giyohvandlik moddasi topildi. Fuqarolarning ma'lum qilishiga ko'ra, ushbu moddalar O'zbekiston Respublikasi fuqarosining buyurtmasi bilan Qirg'iziston Respublikasida sotib olingan va chegara posti orqali yashirincha olib o'tish rejalashtirilgan. Shundan so'ng olingan ma'lumotlar asosida tezkor tadbir davom ettirilib, giyohvandlik vositasining buyurtmachisi ham belgilangan tartibda qo'lga olindi. Hozirda mazkur holat yuzasidan Andijon viloyati bojxona boshqarmasi tomonidan fuqarolarga nisbatan jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Gulzira Rustamova, Nisbila Turjonov, Zamon informatsion dasturi uchun.